Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun xudo xolasa 16-oktyabr. Navbatdagi pressimizni Jizzax viloyati G'allaorol tumani, mana shu G'allaorol tumaniga berildi, sotildi. Akamiz bu ko'rib ketib, ishimizni ko'rib, zakaz qildilar. Mana bu tayyor bo'ldi. Hozir topshiryapmiz. Qanday? Yaxshi aka, o'zim ko'rib, bilib, nima qildim. Zakaz qildim, bundagini bitirib berishdi. Sizlarga katta rahmat asqarov. Sog' bo'lasiz. Bergandan rozi bo'ldim. Bergan pulimizga rozimiz aka. Ham mehnatimizga rozimiz. Rozi bo'lsangiz bo'ldi. Xudo xolasa hammasi yaxshi. Keling sizlar zakaz qilib, arava yasatsalaringiz bo'ladi. Yaxshi kunlar xizmat qilsin. Rahmat sizga. Rahmat. Bu pressibimizga kelsak, brokerga 240. Spesialniy Nivo uchun tayyorlangan bu. Nivo uchun baland qilib tayyorlangan, balandroq qoladi Nivoning orqasi. Shuning uchun Nivoga nima moslab, chiroyli qilib taxlab berdik mana. Parkoplarni o'rnatib, zanjirlari 1.6 zamok har doimgidek qilib, chiroyli qilib taxlab berdik. Hujjatlari hammasi joyida. Klientlari bilan kimga shunday pressiblar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib bog'lanaverasizlar. Manzilimiz Jizzax viloyati G'allaorol tumanidamiz. Sog' bo'lasizlar. Like'lar ayamaymiz, obuna bo'lib qo'yamiz. Ko'rishingiz mumkin. Pressib turishini ko'rishingiz mumkin. Mana moshni bo'ldi pressib. Baquvvat nimalardan, resurlardan qo'yilgan. Orqasida ham oyoqchalari bilan